6-noyabr kechki soat 5 bo'lib qoldi soat. Hozir mana ertalab ko'rsatgan edim, bashlatlarni qiruv bosib, ancha holat bir nima edi. Qo'rqinchli edi. Hozir mana ramellarimizni teryapmiz aynan shu joyda. Buni hozir terib oldik. Mana shu qatordan bundoq boshlab bitsagidan terdik. Hozir holatda mana ramellarimiz shu holatda, yaxshi. Mana ko'rib turganlaringizdek, e'tibor qilsanglar, mana shu joyda sal tomchi-tomchana bo'lib turibdi. Pardasi kuygan. Qurovni hisobiga pardasi kuygan. Ko'ryaptimi? Mana shu tomchi-tomchi bo'lib pardasi kuygan. Ana shu narsa uzoq vaqt tursa, rangi qizg'ishlashib, sekin buni sifati yo'qolib boradi. Atak hozirgi holatda sifatlari zo'r cho'tki turibdi. Bitta shu pardasi kuygan. Endi shu pardasi kuygan joyi qancha vaqt turishiga qarab qizarib, sifati yo'qolib boraveradi. Mana hozir teryapmiz, keyin yopib chiqamiz.